eng yomonini aytaman, bolalarimiz nimaga kasal bo'lyapti, больницаdan nimaga chiqmay qoldik, har xil infeksiyalar, kasalliklar deb hammamiz o'zimizcha doktorlardan ayb qidiramiz-ku. Mana qayerda kasallik, mana ko'ryapsizmi? Xuddi mana shu qaysidir bemorga qo'yilgan dorini idishlari. Suvda nima bor desangchi, unishtajeniya degan narsa bor, buni misoli joylari bor. Qanday bir vijdon kerak-da bu ishni qilish uchun, xafa bo'lmanglar-yu. Iltimos, suvga musor tashamaylik, o'zimiz yashayotgan diyorni rasvo qilmaylik, odamlar, iltimos. Imенно Yangiyo'l ariqlarida, bu Yangiyo'l ichidan, Halqabod ichidan o'tgan ariq juda uyatli holatda. Necha yil oldin mana hozir 10 kundan beri shu yerda yuribmiz, birorta bir qarasam ko'rmadik-da bu. Buni bilanka ham ko'rmayapmiz. Shu sizlar bolaliginglarda bu ariqda necha kilogacha baliq bo'lgan endi aka? 10 kilolik sazanlar. Mana. Odamlar mana shunaqa qilib ko'proq musor tashlasanglar, yarimta ham baliq qolmaydi bu ariqda, yarimta. Odamlar aytishi bo'yicha bu ariqlarda bir vaqtlarda 10 kilolik sazanlar bo'lgan ekan. Hozirgi kunda biz mana 10 kundan beri shu yerda yuribmiz, ish bilan kelganmiz. Bu bir dona bunday bir yarim qarishlik baliq ham ko'rmadik, lekin odamlar aytishi bo'yicha bu suvda umuman baliq yashamasmi, umuman o'lib qoladi sosizam deydi.